Oziq-ovqat gapirmasangiz ham bo'ladi, o'chirit. Yo'q, bizni Shimkentda o'zida hamma dilersdan berib yuborishdi oldingi safar. Bermalaring, shoshma desam ham berib qo'ydi. Toshkentda uy-joy masalasi ko'plab aholining dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda uy-joy narxlarining qimmatlashishi sekinlashdi. Tarixda ham ko'rilgan, ko'p bo'lgan bunaqa ochlik, qimmatchilik sababidan bo'ladi o'zi, ochlik ham, o'sha narsalarning taqchilligi va hammasi bir-biriga bog'langan. Yo'q bo'lmasa nima bo'ladi? Nima hosil bo'lmaydi yoki kishilar uchun rizq bo'ladigan narsalar kamayadi va shu qimmatchilikka sabab bo'ladi. Nasai rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu ummat uning boshi ofiyatda qilingan, oxiri esa musibatlanadigan, balolanadigan ummatdir. Ya'ni shunday bir balolar ketma-ket keladiki, bu balolarni ko'radi o'sha ummatning oxiri. Endi o'zidan o'zimi bu har qanday yaxshilikka loyiq bo'lib turgan ummat o'zidan o'zi balolanadimi desa, yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Alloh taolo zolim emas. Alloh taolo qilcha ham zulm qilmaydi. Bir fatila, ya'ni fatil o'sha danakning o'rtasida bo'ladigan ingichka bir ipga aytilinadi. O'shancha ham zulm qilinmaydi bandaga. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ko'pchilik birodarlar hozirgi kunda kuzatilayotgan qimmatchilikni shar'iy sabablari haqida so'rashgan edi va umuman har bir bo'ladigan holatni, xoh bu balo bo'lsin, xoh xursandchilik bo'lsin, jamiyatda bo'ladigan o'zgarishlarni shariatga bog'lash yoki buni shariatdan yechimini qidirishlik, buni voqelikka yo'ysa bo'ladimi so'rashgan edi. Albatta Alloh taolo barcha narsalarga o'sha sabab bilan ularni natijasini bog'lagan. Bu har qanday holatda. Va buni shar'iy yechimini qidirishlik kishining eng avvalgi vazifasi. Yaralmish borki, hammasi bunga muhtoj. Suhbatimizni avvalida bu borada, ya'ni shariatga qaytish borasida ba'zi e'tirozlarga javob berib o'tmoqchiman. Ba'zilar aytadiki, har qanday narsaga sharh berayotganingizda agar shariat nazari bilan qaraydigan bo'lsangiz, nima bizni 7-asrga qaytarmoqchimisan? 7-asr yechimi hozir to'g'ri keladimi deydi. Va bu so'zi, bularning bu so'zi juda ham ajablanarli so'z. Chunki Alloh taolo bu bandalarga bergan rahmatni inkor qilishlik bilan unga ne'matlarini to'kis berib qo'yganligini o'zi ajib. Allohning bunchalik rahim ekanligi bir ajablanarli. Va ikkinchidan shunday bir qonunlarni Alloh taolo uni tasvirlab bergan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam izohlab bergan bu shariat bo'lsin, kavniy qonunlar bo'lsin, davomiy ishlab turishidan ko'r ekanligiga ajablanasiz. Va uchinchidan va har qanday odam agar u xoh shariat hukmlarini inkor qilsin yoki ularni hikmatlarini inkor qilsin, o'zini inkor qilsin, qaysidir o'zi ham shariatga qaytadi-ku. Va o'sha shariat qarasangiz g'oliban islomdan oldingi shariat bo'ladi. Hozirgi kunda yoga bilan shug'ullanaman, o'zimni nafsimni xotirjam qilaman degan odamlar o'sha yoga qayerdan kelib chiqadi? Bu buddiylikka va hindulikka borib taqaladi. Bularni asli esa miloddan avvalgi 3000 yil, ya'ni 3000-yillarga borib taqaladigan tushunchalar, e'tiqodlar shundan olingan. Bu aynan o'sha yogani 8 ta darajasi bu diniy tushunchalar hammasi. Va bundan boshqalari ham shunday. Hozir qanday o'zini bir psixolog deb e'lon qilganini qarasangiz, gapirayotgan gapi o'zingni yaxshi ko'rishing kerak deydi. Va bu dunyoga kelishingdan maqsading iz qoldirish deydi va hokazo. Bularning hammasini qarasangiz, o'sha o'zini din deb nomlagan birortasidan topasiz. O'zini yaxshi ko'rishlik, yaqiniga yaxshilik qilishlik, masalan, nasroniylarda eng asosiy qoidalardan biri yaqiningga yaxshilik qil deydi. O'zi bu umumiy Alloh taolo shariatda nozil qilgan eng asosiy qoidalardan. Hozir bular shuni olib, butun o'zingiz zulm qilsa ham yaxshilik qil degan qoidani qo'yishadi yoki o'sha buddiylik deysizmi, undan boshqasimi, hammasi shu o'zini yaxshi ko'rishlikka, shunga o'xshagan narsalarga chaqiradi. Bu boraga qarasak, biz eng yengisi ekanmiz bularning ichida. Ya'ni bizdan o'zini o'sha botil aqidalarini ergashmaganimiz uchun, uni qo'llamaganimiz uchun xafa bo'lib yurmasin. Qaytaga o'rgansin, undan ko'ra bu hayotda yashashlik uchun Alloh taolo yengil qilib bergan yo'lni o'rgansin. Allohu a'lam. Va ba'zi birodarlar aytadi, bu tushayotgan qimmatchilik yoki unga o'xshagan boshqa balolarni taqdir deb qabul qilamizmi? Hozir endi qadarimizda shu bor ekan, qismatimiz shunaqa ekan deb shu bilan rozi bo'lib ketamizmi deydi. Boyaga aytganimizdek, hamma narsani sabab va oqibati bor. Taqdir deyishlik kishi o'zi
barcha sabablarni qilgandan keyin ham u xohlamagan yoki xohlagan har qanday natija hosil bo'lishiga aytilinadi. Ya'ni taqdir sodir bo'lgan bir musibatlarga hujjat qilinadi, inson uni ta'sir bilan o'zgartira olmaganidan keyin. Endi kishi bir narsani bu taqdirdan deb, ya'ni gunohni ham qilib taqdirdan deyishligi mutlaqo aqidasiga ham, diniga ham, Alloh taoloning hikmatiga ham zid ish. Chunki agar bittasi o'g'irlik qilsa-da, keyin siz uni ushlab olganingizdan keyin Allohning qadari bilan, taqdiri bilan o'g'irlik qildim desa, kechirasizmi? Unga uzr berasizmi? Hech kim uzr bermaydi bunga. Va ba'zi rivoyatlarda keladi, Umar radhiyallohu anhu bir o'g'riga jazo tayinlaganlarida, o'sha qo'lini kesishlik jazosini tayinlaganlarida o'g'ri aytadiki, "Men Alloh taoloning qadari bilan o'g'irlik qildim. Nima Allohning qadari uchun meni jazolaysizmi, ya amirul mu'minin?" deydi. Shunda Umar radhiyallohu anhu, "Ha, men Alloh taoloning qadari bilan seni jazolayman" deganlar deydi. Ya'ni bu farosatdan dalil, agar bu o'sha qissa sahih desak. Demak, bu o'sha qadar yoki qismat o'zini qilayotgan, kishini qilayotgan ojizlik, zaiflik, amalsizligiga dalil bo'lmaydi. Bunga yana bir misol qilib keltiraman. Biror kishi rizqini harakatini qilmasdan turib, menga yozilgan rizq keladi deb o'tirishligi bu shariatni aynan qo'llashlik emas bu. Bu shariatning hikmatini inkor qilishlikdir. Alloh taolo biror bir payg'ambarga sababini qilmasidan turib hatto yordam bermagan, nusrat bermagan. Hamma sababini qilgan. Musa alayhissalom eng kam sababni bo'lsa ham qilganlar. Masalan, dengizni hassalari bilan urganlar yoki Maryam onamiz qiynalib, o'sha tug'ishga qiynalayotgan mahallarida unga yordam bo'lsin uchun o'sha Alloh taolo unga yetkazgan mevani, xurmoni, daraxtni silkitib olganlar. Alloh taolo shuni silkitishiga bir ayol kishini to'g'riqda qiynalayotgan zaifani daraxtni silkitishiga muhtojmi? Alloh shusiz unga bera olmaydimi beradigan narsasini? Unga ersiz, erkaksiz, otasiz farzand bergan zotga shu qiyinmidi? Yo'q, lekin hamma narsani sababga bog'lab yaratdi. Bu dunyoni, bu barcha amallarni va natijalarni bog'liqligi Alloh taoloning hikmatlaridan. Shunga ko'ra bu qimmatchilik sodir bo'lgan bir balo sifatida olsak, bizni qadarimizda shuni ko'rishlik bor, lekin uni paydo bo'lish, boshimizga tushish sabablariga kelsak esa buni taqdirni hujjat qila olmaymiz bunga. Chunki o'zimizdan bo'layotgan sabablar bor bunda. Hozir bitta to'xtalib o'tamiz. Sabablarini bartaraf qilishlik bilan ketadigan narsa bu. Biz o'z qo'llarimiz bilan qilgan ishimizmi? Endi shunga biz javobgarmiz va o'sha javobgarligimiz uchun kelgan narsalardan birini ko'rib turibmiz. Shundan juda ham ajablanvormaylik, chunki har qanday odam ustiga issiq suv quysa kuyadimi? O'sha kuyish sodir bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, bu ham xuddi shunaqa qimmatchilikmi, havoni buzilib ketganligimi, yer yuzida gunohlarni tarqalganligimi, undan boshqa yomg'ir yo'qligi va hokazo hamma balolarni albatta sabablari bor. O'sha sabablar haqida gaplashamiz. Alloh taolo Niso surasida 79-oyatida "Ma asobaka min hasanatin faminalloh." Senga yetadigan har qanday yaxshilik Allohdandir. Va ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Senga yetadigan musibatlar esa nafsing sababidandir. Ya'ni ularni asli Allohdan. Alloh taolo xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Lekin bandaga keladigan yaxshiliklar bandani amalini shart qilinmasdan turib Alloh taologa nisbat berildi. Buni ma'nosi Alloh taolo senga hech narsa qilmasang ham va Allohning sendan qarzi bo'lmasa ham hamma ne'matlarni yetkazib turaveradi. Mana hozir inkor qilayotgan ateistlar bormi, undan boshqalar bormi, kofirlar bormi, qarasangiz dunyodagi eng yaxshi yashaydigan odamlar buni pulini hisoblab o'zi ham bilmaydi pulining ko'pligidan va hokazo. Lekin bizga yetayotgan, xosatan mu'minlarga yetayotgan musibatlar desa, biz o'zlarimiz qilgan amallarimiz sabab bo'lar ekan. Endi qaysi amallarimiz esa boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki: "Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer." Sizlarga yetadigan har qanday musibat qo'llaringiz taqdim qilgan narsalar tufaylidir. Qo'llaringiz kasb qilgan narsalar tufaylidir va yana ham Alloh taolo uni ko'pini kechiradi degan. Endi qo'llaringiz taqdim qilgan yoki kasb qilgan narsa degani faqat qo'l bilan qilingan gunohlar kiradi, oyoq bilan qilingan, ko'z bilan qilingan gunohlar kirmaydi degani emas. Bu g'olib vojihdan chiqqan. Ya'ni g'oliban kishi qo'li bilan biror ish qiladi, gunohlarda ham shunaqa. Lekin hammasini qamrab oladi. Demak, o'sha yerda Alloh taolo sizga yetgan har qanday deb aytdimi? O'sha ma deyiladi, mavsula umumni ifoda qiladi. Har qanday balo, u ochlik balosi bo'ladimi? U gunohlarga botishlik balosi bo'ladimi? Yaxshi amallarni qilishga rag'bat yo'qlik balosi bo'ladimi?
yoki odamlarni ustida ko'paygan qatl balosi bo'ladimi, havoni buzilib ketganligi balosi bo'ladimi, hammasi shunga bog'langan va hammasini o'sha o'z ichiga oladi. Endi bu qimmatchilik bizdan oldin ham bo'lgan. Natijalari ko'rib turibmiz nima ekanligini. Odamlar o'ziga kundalik rizq topolmasdan, o'sha topolmaganidan qiynalib, qanday bir pastkashlik bo'lsa hammasiga ko'zini pirpiratmasdan kirib ketadigan bo'lib qoladi. Birovni o'ldirib molini olishmi, o'g'irlashlikmi yoki tanasini sotib bo'lsa ham kun ko'rishlikmi, bularni hech biridan nafslari tap tortmaydigan bo'lib qoladi. Sababi hatto o'sha kunini ko'rishlik ham qiyin bo'lib qolganligidan. Endi bizday jamiyatlarda, ya'ni hatto tug'ilgan bolasiga ham bir yordam ola olmaydigan jamiyatlarda bu yana ham ayanchli oqibatlarga olib keladi. Va tarixda ham ko'rilgan, ko'p bo'lgan bunaqa ochlik, qimmatchilik sababidan bo'ladi o'zi. Bu ochlik ham, o'sha narsalarning taqchilligi va hammasi bir-biriga bog'langan. Yomg'ir bo'lmasa nima bo'ladi? Nima hosil bo'lmaydi yoki kishilar uchun rizq bo'ladigan narsalar kamayadi va shu qimmatchilikka sabab bo'ladi. Va bu haqda tarixlar kitoblarda ham kelgan. Nujum Zohira kitobida o'sha Abbosiylar davrida, ularning hukm oxirlarida Bag'dodda bo'lgan Sha'bon oyida deyiladi. Qimmatchilik bo'ldi, shu sabab ochlik bo'ldi. Odamlar hatto itlarni yeyishga majbur bo'ldi deydi. Va uylar, katta uylar bir oz taomga sotildi shu vaqtlarda deydi. Odamlar bir parcha non uchun uylarini berib yuborishdi deydi. Va odamlar ko'chalarda o'lib yotardi, uyga yeta olmasdi deydi. Yoki 5-hijriy asrda Misrda bo'lgan ochlik haqida yozishadi. Odamlar har qanday yeyish mumkin bo'lgan narsani yeyishdi, keyin yeyish mumkin bo'lmagan narsalarga ham o'tishdi. Odamni ta'bi tortmaydigan narsalarni, eshaklarni ham yeyishdi va safar oyida bir oy davomida 130 ming odam o'ldi deydi. Bu balolar, bu ishlar ya'ni bizdan oldin ham bo'lgan va Nasai rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu ummat uning boshi ofiyatda qilingan, oxiri esa musibatlanadigan, balolanadigan ummatdir deydi. Ya'ni shunday bir balolar ketma-ket keladiki, bu balolarni ko'radi o'sha ummatning oxiri. Endi o'zidan o'zimi bu har qanday yaxshilikka loyiq bo'lib turgan ummat o'zidan o'zi balolanadimi desa, yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Alloh taolo zolim emas. Alloh taolo qilcha ham zulm qilmaydi. Bir fatila, ya'ni fatil o'sha danakni o'rtasida bo'ladigan ingichka bir ipga aytilinadi. O'shancha ham zulm qilinmaydi bandaga. Va buni sabablariga kirishadigan bo'lsak, birodarlar, xohlaymizmi yo'qmi, savdoga borib taqalamiz. Tijoratchilar, bizni tilimizda aytgan biznesmenlarga borib taqalamiz. O'zi aslida al-jazo min jinsil amal. Har qanday mukofot ham, jazo ham qilinayotgan amalni jinsidan bo'ladi. Har bir bayram deb topiladigan kunni topsangiz, har birida o'shanga munosib bo'lgan narsalarni narxiga e'tibor qilsangiz, oddiy kungidan ko'ra 1,5 barobar, ba'zida 2 barobar, agar topilmay qolsa, undan ham qimmatga chiqib ketadi. Va bu butun dunyodagi hamma odamlarga xos emas, ba'zi qavmlarga xos. Ya'ni bundan boshqa joylarga borsangiz, aynan masalan musulmonlarning aydlarida, hayit bayramlarida ba'zi yurtlarda ko'rsangiz, o'sha mahsulotlar yarim narxiga sotilayotgan bo'ladi. Yoki yo'l kiralarini tekin qilib qo'yadi o'sha kunlarda. Nimaga aytsangiz, haqiqatda kishilar bayramligini his qilsin, shu kunda imkoniyat yo'q, odamlarga ham imkon bo'lsinki, u xursandchiligini zohir qilsin deydi. Endi bizdachi, u hali boshqa hali qo'lida bir katta hukm bo'lib turganlarni qo'ya turing, oddiy o'zini molini sotayotgan odam ham albatta ustiga qo'yadimi? Narx qachon oshadi desa, ma'lum narsalarning narxi o'sha narsa kerak bo'lgan paytda oshadi. Tuxumni narxini, oddiy bir tuxumni narxini qarasangiz, o'sha pishiriq qilinadigan bayram kelganda narxi oshib ketadi va hokazo. Mana shu xalqning o'zi qiladi shuni. O'zimiz qilamiz ya'ni. Qo'limizda bo'lgan narsadan ko'proq foyda olish biz uchun atrofdagi musulmonlarga yengillik qilishdan qimmatroq narsa-da, kerakroq narsa. Endi shu bizga ham qimmatchilik qilinayotgan bo'lsa, nimasi ajablanarli buni? O'zimizga o'xshaganlar shu ishni qilyapti-da. O'zi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir bozorda yurganlarida bir taomga, ya'ni bug'doyga deyiladi, qo'llarini bundoq ichiga tiqib ko'radilar. Ya'ni bug'doy uyib qo'ygan bo'lsa, tagiga qo'llarini tiqib ko'rganlarida tagi ho'l bo'ladi. Ya'ni nam tortib qolgan ho'l bug'doy bo'ladi. Shunda u kishi so'raydilar, nima bu deydi. Nima bu deganlarida haligi odam aytadiki, bunga yomg'ir tegibdi ya Rasululloh deydi. Shuni odamlar ko'radigan qilib ustiga chiqarib qo'ysa bo'lmaydimi? Kim bizni allasa bizdan emasdir deydilar. Hadisning lafzida har xil kelgan, mendan emasdir deb kelgan o'zi.
Umuman lekin o'sha ummatni yo'lidan emasligi, haqiqiy bir mu'minlarning yo'lida emasligi tushuniladi. Yoki boshqa bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Tirmiziy rivoyat qilgan hadis bu. Shu bozor ahliga xitob qiladilar. Ey tijoratchilar deydilar. Hammasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga burilib qaraydi. Shunda aytadilarki, albatta tijoratchilar qiyomat kunida fojirlar holida tiriladi. Ya'ni gunohkorlar holida tiriladi deydi. Illo bundan saqlanadigan, bunday bo'lmaydiganlar esa Alloh taolodan taqvo qiladiganlar, yaxshilik qiladiganlar va sadaqa qiladiganlardir deydi. Ya'ni sadaqa qiladiganlardan deb tushunadigan ham bor yoki sadaqa lafzida rostgo'y bo'ladigan deb tushunadigan ham bor. O'sha rostgo'ylik rojihroq, vallohu alam. Ya'ni tijoratchilar aksariyati qiyomat kunida fojir holida, fojir degani o'sha boshqalarni hisobiga boyib qolishlik uchun bor juhdini sarflagan holida tirilar ekan va bundan Allohdan qo'rqqanlargina, yaxshilik qilganlargina va rost gapirganlargina omonda bo'lar ekan. Bu bizga bir bashorat, hozirgi kunimizni ham izohi. Qarasangiz, odamlarda, ayniqsa tijoratchilarda o'sha sotayotgan narsasida subhanalloh, o'sha qanchalik qimmat sotsa shunchalik xursandligini ko'rasiz. Qanchalik bir mo'minga yaxshilik qilib, uni quvonchidan xursand bo'lganini emas, yoki qanchalik boshqasini haqqini yemasdan Allohdan taqvo qilganidan emas, yoki qanchalik gapirgan gaplarida rost so'zlab shu bilan xursand bo'lganini emas. Gapirayotgan gapida yolg'on ko'pligidan odamlar bozordan biror narsani olishlik uchun unga mutaxassis saylab qo'yadigan bo'lishgan. Orada bir ustani olib kelib oladi, mashinani oladigan bo'lsa ham. Nimaga desa, u hech qachon hech qanaqa travmasi bo'lmagan bu mashinani, urilmagan va hokazo, hamma yaxshi narsalar sohibi shu bo'ladi, lekin keyinchalik chiqaveradi bunaga. Bu sotib olganiga xursand. Ya'ni hamma o'sha hadisda rivoyat qilingan taqvo qilsa, yaxshilik qilsa va rost so'zlasa deganlar bir sifatlarni birortasini topmaysiz haligida. Nauzubillahi min zalik. Endi bu bir qismi bu. Bu xalqni o'zida ko'riladigan, odamlarning o'zida bor bo'lgan va tijoratchilarga hozirgi kunda xos bo'lib qolgan sifatlar. Endi yana bir sifati o'sha, yana bir sababi aniqrog'i monopoliya degan bir balo bor. Ehtikor balosi bor. Bu hozirgi kunda xalqlarni o'zlari xohlamagan narsalarni sotib olishga, o'zlari xohlamagan narxda olishga majbur qiladigan bir manfur siyosat. Bu ehtikor deb nomlanadi shariatda va bundan qaytarilgan. Bir yurtga kiradigan narsani, odamlar uchun zaruriy bo'lgan narsani hammasini sotib olib, qimmat qilib sotishlik harom. Bunday qilishlik u shariat ruxsat bermaydi bunga. Qaytaga o'shanday qilayotganlarni jazolaydi. O'shanday qilayotganlarga o'z ishiga qo'yib bermaydi. O'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoniga Madinada narxlar ko'tarilib ketganida, "Ya Rasululloh, bizga bir narx belgilab bering" deganlar deb kelishgan. Shunaqa bizga ham bir yengillik bo'lsin, siz bir narx belgilab bering deyshganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo narxlarni qoyim qilguvchidir deganlar. Ya'ni bu bizni ishimiz emas, odamlarni bozorlarda ham narxlarini sobit qilib berishlik. Alloh taolo bu qavmga narxlarni qo'yib beradi. Endi narxlarni qo'yib berish degani har bittasiga narx nozil qilish emas. O'sha qavm qilayotgan amallar tufayli ularni bozoridagi narx ham ta'sirlanadi degani. Solih bo'lsa narxlar ham solih bo'ladi yoki tolih, ya'ni yaramas bo'lsa narxlari ham o'ziga o'xshagan yaramas bo'ladi. Va aytganimizdek, ehtikor o'sha monopoliya hozirgi kunda butun hamma sohalarga kirib ketgan. Biror sohani topmaysizki, falonchakaniki bo'lmasa. Hammasi shunaqa. Oddiy mana xalq uchun zarur bo'ladigan un deysizmi, guruch deysizmi, shakar deysizmi, bu hamma ham olib kira oladigan emas. Ya'ni faqatgina ma'lum odamlarga yo'naltirib qo'yilgan, o'sha ma'lum odamlar ma'lum narxdagina sotadi. Undan boshqa joyda arzon bo'lib ketsa ham topmaysizki, arzon bo'lib ketganini g'oliban. Va bog'lab qo'yilgan hammasi bir-biriga. Yoki dorilarni qarasangiz, o'sha dori aynan bizdan tashqarida yarim balki 5 dan 1 bahosiga ham topib Juda ko'p joyda shunaqa. Ya'ni dorini shunchalik bir katta narx bilan ustiga qo'yib sotiladiki, hayron qolasiz, subhanalloh. Endi bularga o'sha bilan balolanmasdan nima bilan balolansin? Bu aslida bulardan zulm ko'raverib, pulini berurganlar Alloh taologa bularni bir qarg'ab duo qilmaydimi? Har bitta bir zulmga uchragan odam duo qilayotganda mendan zulmni ko'tar deyishlik bilan birga, "Ey falonchiga kifoya qil, uni xor qil", bitta o'sha hamma o'zi xohlagan qalbidagi bor bir g'azabini chiqarishlik uchun shunday narsalarni tilaydiki,
Buni bir odamga agar keladigan bo'lsa, jamlanadigan bo'lsa halok qilib yuboradi. Bu mazlumlar soni ko'paygandan keyin esa ijobat qilinmasdan iloji yo'q buni. Chunki mazlum bilan Alloh taolaning o'rtasida parda bo'lmaydi va mazlum qilgan duo hatto u kofir bo'lgan bo'lsa ham, hatto kofir bir mazlum holida duo qilsa ham Alloh taolo uni ijobat qiladi. Endi shuncha mazlumning duosi ijobat bo'lmaydimi? Albatta ijobat bo'ladi. O'sha aytayotganimizdek, bu havosi iflos bo'lib ketishi ham, undan boshqa balolari ham hammasi qimmatchilik bo'ladimi yoki yomg'irning yo'qligi bo'ladimi? Hammasi shunga bog'langan. Va ikkinchi taraf Alloh taolo o'zi aytganki, "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum xossa." Faqatgina zolimlarni xoslab kelmaydigan fitnadan, balodan bir qo'rqinglar, saqlaninglar degan. Ya'ni kishiga o'sha zolimlar duo qilgan balolar kelsa ham faqat bitta o'ziga kelmaydi. Bitta o'sha zolimning o'ziga kelmaydi, balki balo umumiy keladi. Hammaning ustiga keladi. Va davomida Alloh taolo ogohlantirib aytdiki, "Va'lamu annalloha shadidul iqob." Va bilinglarki, albatta Alloh taolo shadid, ya'ni iqobida shadid bo'lgan zot, jazosida ham qattiq bo'lgan zot. Endi bu balodan, umumiy balodan faqat kambag'allar omonda qolib, o'sha zolimlar o'zi balolanib ketishligi bu ko'rilmaydi bu. Nimaga? Chunki boyaga aytganimizdek, Alloh taolo hamma narsani sabab va oqibat zanjiri bilan yaratgan. Bir narsa ikkinchi narsaga sabab bo'ladi. O'sha duolarning ijobat bo'lishligi sababidan kelgan balo ham baribir o'shalarga ta'siri bo'ladi. Shundan buni oldini oladigan shariat bizga nima degan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilganlar, mu'min kishi ta'na qiluvchi va la'natlovchi emas dedilar. Ya'ni faqat la'natlashlik bilan ish bitmas ekan. Alloh taolodan biz isloh qilishini so'rashimiz kerak ekan va bizning ishimiz faqat zulm ko'rganimizda uni ustiga qarg'ishni ko'paytirib uyda o'tirishmas ekan. Haqqimizni talab qilishimiz kerak ekan. Alloh taolo huzuriga borilganda sen nimaga qodir bo'lgan haqqingni talab qilmading deb bizdan so'raydi. Men seni Xudoga soldim bilan ish bitmaydi. Oldin hamma sabablarni qilinadi, keyin haqqingizga yeta olmaganingizdan keyin Alloh huzurida olaman sendan desangiz u boshqa gap. Ya'ni siz hali o'zingizni qo'lingizda bo'lib turgan ishni qilmasdan turib Allohning huzuriga sovurmang hamma narsani. Siz oldin o'zingiz harakat qiling. Alloh taolo sizga buyurgan, bu haqqingni talab qilgan, haqqingni olgin, haqni o'rnatgin deb. Bo'ldi, sizga shu imkoniyatni berdimi? Shuni qilmasdan turib nimaga Alloh taoloning o'ziga qaytarasiz? Demak, bu ham o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bular. Vallohu a'lam. Va o'sha biz aytayotgan savdoda bizni aldayotganlar aksariyati o'zini musulmon desa-da, musulmon sifatida taqdim qilsa-da va o'zlarini o'sha mollarini, e'lon reklamalarini bir islomiy tarzda taqdim qilsa-da, aksariyati savdo shartlarini, umuman savdo hukmlarini bilmaydi. Va qilgan ishlarida oldin u bir tupikka kirib qoladi-da, ularning tili bilan aytganda, bir boshini qat ko'rishni bilmay qolgan mahalda keyin fatvo so'rashga o'tadi. Birovni haqqini bermaslik kerak bo'lib qolsa fatvo so'rashga o'tadi, lekin undan oldin bu nima bo'lar ekan o'zi? Halolmikan, harommikan? Bu borada menga shariat ruxsat berganmi yoki bu borada qilishim kerak bo'lgan boshqa ish bormi deb qiziqmaydi. Endi ajib bu. Va o'zi aslida Umar roziyallohu anhu aytganlaridek, bozorlarimizda dinni, ya'ni hukmni bilganlargina savdo qilsin deganlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda o'sha savdo vajhlarini bilmagan, ya'ni hukmlarini bilmagan odamlarni chiqarib olganliklari zikr qilinadi. Bu hammamizga ta'kid bu. Bir ishga kirishyapmizmi, u faqat savdo emas, har qanday ish. Uylanayotgan kishi, erkak kishi bo'lsa, ayolining haqlari nima ekanligini, o'zini haqlari nima ekanligini, burchlari nima ekanligini o'rganishligi kerak. Ayollarda ham xuddi shu. Bundan boshqa narsaga kirayotgan, har qanday sohaga kirayotgan odam bu haqda to'g'ri yo'lni topishlik uchun o'zi harakat qilishligi shart. Endi biz hozir savdo haqida gapirayotganimiz uchun ham bu savdogarlarga xosroq qilib gapiryapmiz, lekin umuman shunday. Odamlarga o'sha savdogarlar har xil reklamalarda va o'sha targ'ibotlarda ularga maqtayotgan narsalari odamlarga kerakligi uchun emas, undan keladigan foyda o'ziga kerakligi uchun targ'ib qilishadi. Va hatto o'ziga kerak narsani xohlayotgan o'sha savdogar kattaroq bir mansabda o'tirgan bo'lsa, shunday bir qonun tarzida buni qabul qildirishyaptiki, odamlar majbur o'shandan olishga va qimmat narxga sotib olishga va bundan boshqasini esa undan yaxshiroq bo'lsa ham ola olmaslikka. Bir ajoyib holatlar ya'ni. Bular keyin aytganimizdek, yana o'sha eng bir oliy musulmon ekanligini da'vo qilishadi
Nauzubillahi min zalik. Va bizdan oldingi o'tgan salaflarimiz, endi biz shularga qarab ergashamiz. Shularga qarab qiyosimizni olamizda. Boylari qarasangiz, Usmon radhiyallohu anhu ham boy sahobalardan edi. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu ham boy sahobalardan edi. Lekin bular monopolist emas edi birortasi. Qilishi mumkin bo'lgan ishlar bor edi, shularni qilmas edi. Qaytaga nima qilardi desangiz, butun boshli karvonlarni olib kelib, musulmonlar qiynalib turgan mahalda tarqatib yuborardi. Hatto o'sha ba'zi hadislarda zikr qilinadi, 700 talab tuyaga ortilgan mollarini qiynalib turgan Madina aholisiga ehson qilib yuborganligini va undan boshqa masalan bir 300 ta ot va qurol aslahani tayyorlab berganligi, musulmonlarning qiyinchiligidan foyda ko'rmaganligi zikr qilinadi. Va o'zi aslan musulmonlar bir-biriga qanday munosabatda bo'lish kerak desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ad-dinu nasiha deganlar. Din nasihatdir deganlar. Nasihat nima degani desa, nasihat degani o'tkazib olib senga otalar ko'zidan aql o'rgatishi degani emas. Senga shar'iy haqlaringni berishlik degani. Shar'iy haqing to'g'ri maslahat bo'lsa, to'g'ri maslahat beradi. Shar'iy haqing undan yordam bo'lsa, yordam beradi. Xoh tanasi bilan bo'lsin, xoh moli bilan bo'lsin. Sahobalardan biri xizmatkorini ot sotib olib kelishga jo'natadi. Shunda otni olib kelgan xizmatkor otni egasi bilan kelishadi, pulini uydan, ya'ni hojasi berishligini aytib olib keladi. U otni 300 dirhamga sotmoqchi bo'ladi haligi ot egasi. Haligi sahoba otni ko'radida ajablanadi. Oting yaxshi ekan, bitta minib ko'ray deydi. Keyin minib ko'radida 400 ga berasanmi deydi. O'zi 300 ga rozi bo'lib kelgan odam. Ha, beraman deydi. Keyin yana bitta minib ko'radida 500 beray deydi. Ha, mayli deydi. Xullas shunday qilib 800 dirhamga ko'taradi haligi otning narxini va 800 dirhamga sotib oladi. Keyin ajablanib so'rashadi. Ey falonchi, bu ot o'zi buncha turmaydi-ku yoki otni o'zi shuncha tursa ham egasi senga 300 ga beraman dedi-ku. Nimaga buni 800 ga olding? Shunday bir arzon olish imkoniyating bo'lib turganda deganda, u kishi aytganlarki, biz mo'minlarga nasihatli bo'lamiz deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bayat berganmiz deganlar. Mana shu nasihat ekan. Birodarini foydasini o'ylashlik nasihat ekan. Shu bilan hosil bo'lar ekan o'zi bu jamoatdagi, jamiyatdagi isloh, biz aytgan o'sha balolardan saqlanishlik, bir-biriga yaxshilikni eslatish bilan bo'lar ekan. Muhammad ibn Munkadir rahimahulloh 5 dirhamlik molni 10 dirhamga sotib yuborilganda o'zlari yo'q bo'ladilar. Kelsalar 5 dirhamligini 10 dirhamga sotib olgan bo'ladi. O'sha ishlayotgan ishchisi haligi odamni qidirib, bir kun qidirib topadi haligini. Va topadida shu 5 dirhamga olish kerak bo'lgan narsani 10 dirhamga olib ketib qopsiz. Keling shuni yo 5 dirhamni qaytib bering yoki molni qaytib bering, pulingizni beraman yoki xohlasangiz yana 5 dirhamli bir narsa qo'shib oling yoki molingizni almashtirib oling o'sha bir 10 dirhamligiga deganda, "Yo, men rozi edim-ku, men roziman" deydi. Shunda u kishi "Men rozi emasman" deganlar. "Men rozi emasman bunga" deganlar. Ya'ni hatto uyiga rozi bo'lib tashlab ketilgan miqdorni ham o'sha berilgan moli unga arzimaydi deb topganligi uchun botil bilan yeyish deb tushunishgan. Yoki Abu Hanifa rahimahulloh o'zlari yo'qligida o'sha do'kondagi xizmatkorlari aybli libosni, bir kamchiligi bor libosni aybsiz libos narxida sotib yuboradi. Keyin haligini topa olmasdan hamma o'sha pulini, libosini, pulini hammasini sadaqa qilib yuborganlar zikr qilinadi. Va hokazo. Endi hozirgi kunga solishtirsangiz bunaqa odamlarni bilmadim. Agar bo'lsa alhamdulillah, lekin g'oliban ko'rib turganimiz shunaqa balolar kelishiga sabab bo'ladigan amallarning ustida doimligini ko'rasiz. Shu balolardan biri bozorlarimizga o'sha kirib kelayotgan kim Xitoyliklar deymiz, bundan boshqasi deymizmi, qarasangiz, endi o'ziga mana biror bir non qoldirmayapti deb aytadi-yu ularning o'zi. O'sha balolarning asl sababi o'zi qo'limiz taqdim qilgan amallar. Va odamlar o'zlariga kerak bo'lgan narsa bilan kerak bo'lmagan narsani sotib olishlik orasida bir adashib qolishgandek go'yo. Nimaga desangiz, mazza qiladigan narsasi, lazzat oladigan narsasi shopping deb nomlanib qolgan hozir. Ya'ni o'zi unga ehtiyoji yo'q, faqatgina bozorlarni aylanib, yaxshi ko'rgan narsasini olishlik bilan lazzatlanadigan bo'lib qolgan. Bu ajoyib bu. O'zi Alloh taolo bizga yeng, ichinglar, lekin isrof qilmanglar degan. Biz isrof qilishdan qaytararganmiz. Wala tusrifu. Alloh taolo isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Bu degani yomon ko'radi degani. Va Ibn Taymiy rahimahulloh aytadilar, taomlanishda tejamkor bo'lmagan odam, ya'ni me'yorini bilmagan odam bu isrof qilayotganda, ya'ni o'sha tejamini bilmayotganda taomning lazzatidan mahrum bo'ladi deydi.
unga o'rganib qoladi, usiz turolmaydigan bo'lib qoladi. Lekin zavq olmaydi deydi. Shuning uchun qorni ochib yegan odamni ko'rsangiz ham ovqatni mazza qilib yeydi, ishtaha bilan yeydi. Sabab unga ehtiyoji bor-da. Boshqa narsalarda ham shunday. Ya'ni bizni reklamalar, hamma o'sha bizni targ'ib qilayotgan xabarlar hamma narsani sotib olishga undab yurmasin. Ayniqsa ayollarga qattiq ta'sir qiladi bu narsa. O'ziga kerak emas narsaga e'tibor qilsin. Sababi sizdan talab bo'lavergandan keyin sizga taklif qilaverishadi. Va shu sababdan odamlar orasida o'sha nima molni zoyi qilishlik bo'ladi. Bu esa isrofdir. Isrof jazoni o'sha o'zini jinsidan bo'lishligini taqozo qilsa, isrof qilayotgan narsasiga ehtiyojli qilib qo'yadi. Ya'ni al jazo min jinsil amal. Alloh taolo saqlasin. Va Umar radhiyallohu anhu bir kun Jabir radhiyallohu anhuni yo'lda o'sha bir qo'lida bir parcha go'sht bilan ko'rib qoladi. Nima bu deydi? Shunda bir oilam go'sht yegisi kelibdi, go'shtga ishtaha qilibdi deb javob beradilar. Shunda u kishi hamma ishtaha qilgan narsani ovurasanmi deydi. Va Ahqof surasida Alloh zikr qilgandek, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya'ni yaxshiliklaringizni dunyo hayotini o'zida ketkizib bo'ldinglar. O'sha yerda foydalanib bo'lgansizlar deyiladigan qavmga tushib qolmoqchimisan deydi. Ya'ni birodarlar bir-biriga eslatma beryapti. Bu degani yema go'sht degani emas. Ehtiyojing bo'lmasa, faqat qiziqishgagina hamma narsaga sho'ng'iyverasanmi degani. O yuqorida aytganimizdek, faqatgina bozor aylanib mazza qiladiganlarga bir nasihat. Va oladigan narsalarni qarasangiz, falon dollarga oladi, o'zi zarurati bo'lmaydi. Hozir yozda qishchi narsasini ko'rsa ham olaveradi. U hal qishgacha bormi yo'qmi? Lekin hozirgi kunda qiynalib turgan bir birodarga beradigan bir yordamini qarasangiz, yo'q yoki bo'lsa, o'zi ham o'shani olmaydigan darajada. Ya'ni shunaqa bir dunyo va oxiratning orasidagi farq sezilarli. Oxiratda haqiqiy keladigan hayotga ajratadigan moli bilan hozirgi kuniga ajratayotgan molini ko'rsangiz, juda ham bir farqni kattaligini ko'rasiz. Va kishi aslida havaslarga intilayotganida, o'zida yo'q narsalarni olmoqchi bo'lib, shu bilan xursand bo'lmoqchi bo'lsa, o'zidan pastga ham bir qarab qo'ysin. Oldidagi ne'matlarni his qildiruvchi bu narsaga qarasin. O'zidan pastga qaraganda o'zida qancha ne'mat borligini ko'rib, suyunib xursand bo'lib ketadi va shukr qiladi. Alloh taolo qancha bandalarni bo'lib ham mo'min bandalarni bu ne'matlar bilan siylamagan edi, bunga bergan edi. Bu esa shundan noshukrlik pardasi bilan to'sib, yana undan boshqa o'ziga kerak emas narsalarni talab qiladimi? Agar talab qilish, ziyoda qilishlik kerak bo'lsa, so'rang Alloh taolodan iymoningizni, ilmingizni ziyoda qilsin, iymoningizga ziyodalik bersin. Siz shu bilan boshqalardan baland bo'ling, lekin bu degani qo'shimcha ikkita yana divan olib kelib qo'y, yana to'rtta bir yana xaladenni olib kelib qo'yadigan narsa emas bu. Bu o'zimizni, ya'ni hisob qilishligimiz va o'zimizni bir nazorat qilishligimiz albatta ta'sir qiladi hayotimizga. Va qad aflaha man aslam va ruziqa kafafan va qanna'ahu Allohu bima atahu. Ya'ni hadisda zikr qilinadi, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis bu. Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilingan. Kimki iymon keltirgan bo'lsa, ya'ni taslim bo'lgan bo'lsa Robbisiga va o'ziga kifoya qilgulik rizq bilan rizqlatilgan bo'lsa va Alloh taolo o'sha bergan narsasi bilan uni qanoatlantirgan bo'lsa, batahqiq najot topibdi deganlar. Qad aflaha o'sha o'tgan zamon fe'li bilan keladi. Bu ta'kidlashlik uchun bo'ldi, albatta shunaqa bo'ladi degani uchun bo'ladi. Keyin endi kim musulmon holida kifoya qiladigan rizq topgan bo'lsa, uchinchisi va eng kattasi bizga kerak bo'ladigani nima ekan? Va Alloh taolo shu bilan bizni qanoatlantirishi ekan. Demak, bundan chiqadigan xulosa, biz ne'matlarga qanoat qilishimiz ham Robbimiz beradigan tavfiq bilan bo'lar ekan. O'z kuchimiz bilan, aqlimiz bilan qanoat hosil qila olmas ekanmiz. Atrofingizga bitta qarang. Bunda qarasangiz, odamlarning ichida qanoatli ekanligini topsangiz agar, bu nodir holat. Odamlar bugun 100 so'm topsa, nimaga 200 so'm topmadim degan qalbida bir o'kinch bilan uxlayotganligini ko'rasiz. Kechqurun yotganda yoki o'ziga berilgan ne'mat nimaga falonchinikiga o'xshamagan ekan deganini ko'rasiz. Bir qimmat mashina olgan odam xuddi o'zidagi mashina olgan boshqasini ko'rib qolsa, haligi o'zini oldidagi mashinani qadri tushib ketganini ko'rasiz o'zi uchun. Bundan kattaroqni olishim kerak edi. Nimaga bunaqa desangiz, qanoatning yo'qligidan bo'ladi. Shuning uchun bilaylikki, qanoatsiz tashlab qo'yilgan bo'lsa halok bo'ladi degani bu. Chunki Alloh taolo albatta najot topadi deb, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam albatta najot topadi deb xabar berdilar-da bizga. Albatta najot topadi dedilar. Demak, agar shundan mahrum bo'lsa, halok bo'lishidan qo'rqsin. Qanoati yo'q bo'lsa, Allohdan qo'rqsinki, shu sabab Alloh taolo uni bir halok qilib qo'ymasin. Va
kishi molini haromga ishlatishligidan hazir bo'lishligi kerak. Alloh taolo innal mubazzirina ikhwana shayatin degan. Ya'ni isrofchilar shaytonning birodarlaridir degan. Bu isrof nima desa, albatta ne'matni unga osiy bo'linadigan o'ringa ishlatishlikdir. O'zi ne'matni shukri deganda nima tushuniladi? Uni Alloh taolodan bilishlik va nima uchun berilgan bo'lsa, o'shanga sarflashlik va tili bilan alhamdulillah deb aytishlikdir. Mana shu narsa shukr deyiladi. O'zi shakar degani, birodarlar, shakurg'oy ham deyiladi. Bir novdadan bir yengi kurtakni bo'rtib chiqishiga, yorib chiqishiga aytiladi. U nima u desa, ne'mat berilganda amalni paydo bo'lishligi. Robbisi unga ne'mat berganda, ne'mat muqobilida solih amal paydo bo'lishiga shukr deyiladi. Endi ne'mat berilganda borib diskotekaga sarflab kelishligi, sigaret olib chakishligi, aroq olib ichilishligi emas bu. Bu aynan noshukrlik va aynan mana shular isrof qiluvchilar va shaytonga birodar bo'luvchilardir. Endi bularga shunday balolar berilmasdan boshqa yana nima oqibat kutish mumkin? Yana Alloh taolo oyatning oxirida va ya'fu an kasir degan. Yana ham ko'pidan Alloh taolo kechadi degan. Haqiqatda ko'pidan kechgan. Mana o'tgan ummatlarni aytdik, qancha yuz minglab odamlar bir oyda halok bo'lib ketgan bu ochlikdan. Alloh taolo shundan bizga panoh berib turibdi-ku. U ozgina narsa bilan katta bo'ladigan balolardan evaz qilib, shu bilan Alloh taolo o'zi bir bizga yengillatdi-ku o'zi aslida. Va shuni bilaylikki, nima qanday bir buzg'unchilik bo'lsa ham, o'sha xoh u tabiatda hodisalari deymizmi yoki havodagi buzilishmi, shunga o'xshagan narsalarmi, albatta o'sha Alloh taolo aytganidek bizlar qilgan amallar sababli bo'ladi. Balo faqat gunoh sababi bilan tushadi va faqat tavba bilangina ko'tariladi. Alloh taolo bizni saqlasin. Va yana e'tibor qilinadigan jihati, Umar radhiyallohu anhu bir Madinada bo'lgan ochlik yilida yog' ichurganlaridan qorayib ketganlar. Nimaga desa, chunki xalq shu bilan tirikchilik qilayotgan bo'ladi. O'sha bu qimmatchilikni sababchilari bo'lganlar, hozir ko'rsangiz, eng qimmat uylarda va eng qimmat ulovlarda yurishadi. Agar bular adolat qilganida edi, Alloh taolo bularni ustiga osmondan baraka eshiklarini ochgan bo'lardi. Va o'z xalqiga yordam berish o'rniga, ularga yordamchi bo'lish o'rniga bularning ustidan zulm bilan ko'proq foydalanaman deganlar Allohdan qo'rqsin. Va hatto yordam so'rashlikni ham gunoh bilan bo'lishlikka undamasin. O'sha yordam so'rashlikka chiqqan xalqqa, ya'ni istisqo so'rashlikka, Alloh taolodan yomg'ir so'rashlikka chiqqan xalqqa borib qabrlarni boshiga jonliq so'yishlikka buyurmasin. Allohdan qo'rqsin. O'zi bu narsalarni, o'sha bu balolarni hammasini bir Fajr surasini bir oz o'qib tafakkur qilgan odam sabab va natijasini tushunadi-da. Bu surada Alloh taolo 5 ta narsaga qasam ichadi. Bitta emas, ikkita emas, 5 ta narsaga qasam ichadi. Alloh taolo agar qasam ichmaganda ham Allohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor? Alloh biror va'dasiga xilof qilganmi? Allohdan yolg'on ko'rilganmi? Na'uzubillahi min zalik. Yo'q, lekin Alloh taolo 5 marta qasam ichadi. Bu undan keyin kelayotgan so'zlarning sahih ekanligi va albatta amalga oshishligini dalilidir. Va Alloh taolo aytadiki, sizlar deydi, bundan oldin o'tgan qavmlarning oqibatlarini ko'rmadinglarmi? Masalan, Ot qavmini yoki o'sha Samud qavmini yoki Fir'avnni ko'rmadinglarmi deydi. Va ularni nima bilan tanilganligini ham zikr qilgan. Ulardan biri o'sha toshlardan o'yib kelib katta-katta binolarni qurgan va bu bilan faxrlangan. Va boshqasi jasadlari katta bo'lgan, boshqalardan yaxshiroq, kuchliroq bo'lgan, bu bilan faxrlangan. Yoki Fir'avnga o'xshaganlar esa qo'shini ko'pligi bilan mashhur bo'lgan. Uni yordamchisi ko'pligi bilan mashhur bo'lgan. Shuning uchun ham o'sha Zil Autad deb ta'riflangan. Ya'ni qoziqlari ko'p. Qoziqlar nima degani esa chodirlar tikilib unda yashaydigan qo'shin ko'p bo'lgan, uni yordamchisi ko'p bo'lgan degani. O'shalarning hammasini oqibatini ko'rmadinglarmi deydi Alloh taolo. Bularning oqibati nima bo'ldi? Bularning oqibati halokat bo'ldi. Sababi nima edi desa, allazina taghaw fil bilad. Ular shaharlarda tug'yonga ketib qolishgan edi. Alloh harom qilgan narsalarni halol sanashlikda, gunohlarni qilish va ma'siyatda haddidan oshib ketgan edi. Fa aktharu fihal fasad. Va undagi buzuqlikni, fasodni ko'paytirishgan edi. Qanday ko'paytirishgan edi? O'zini hayot tarzi qilib buzuqlikni tanlagan edi va buni hammaga namoyish qilardi. Atrofdagi ko'rganlar bulardan ta'sirlanib, o'zlari ham shunaqa bo'lishlik uchun bir-biriga ta'sir qilib buzuqlik ko'payib ketardi. Xuddi hozir bo'layotganiga o'xshab.
Ya'ni o'sha o falonchi boylarni, falonchi akalarni, falonchining kuyovlarini hayotini ko'rib, butun xalq shunaqa bo'lishga intilib ketyapti. Bular yangi yilga archa olsa, bular ikkita archa oladigan bo'lib, bular bir qaysidir islomdan bo'lmagan ishni qiladigan bo'lsa, bundan ziyoda qiladigan, bundan ham oshiradigan bo'lib ergashib ketishyapti. O'zlari shunga sabab bo'lyapti va albatta kim bir yaxshilikni qilsa, o'shani qilganchalik ajr bilan mukofotlanadi. Kim bir yomonlik qilsa, har bir o'shanga ergashuvchini gunohi bilan jazolanadi va ikkalasidan ham kamaytirilmaydi o'z aslida. Va fasobba alayhim robbuka sawta azab dedi Alloh taolo. Alloh taolo ularga, ya'ni Robbing ularga azob qamchisini sobba quyib yubordi degani. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Bularning ustiga xuddi bir narsani ustidan quyilgandek suvdek suyuqlikni quyib yuborishga sobba deyiladi. O'sha tarzda azoblar yog'iladi. Bundan murod esa azoblar ketma-ket keladi va doimiy bo'ladi. Va qamchi bilan ifodalagan Alloh taolo bu azobni. Olimlar aytishadiki, nimaga qamchi bilan ifodalagan, qilich bilan ifodalamagan? Qamchi qilichdan zarari kamroq-ku, qilich o'ldiradi yoki kesadi desa yo'q. Qamchi tez tushishligi bilan va qayta urilishligi bilan bilingan. Odamlar orasida qamchiladi desa, bir marta urganini tushunmaydi. G'oliban ko'p qamchilanadi, darralanadi. Shuning uchun Alloh taolo bularga qayta tushadigan azob bilan azobladi bularni deydi. Biz bilamiz, Fir'avnga 9 ta bir azob kelgan, ketma-ket kelgan, o'sha balolar kelgan. Har xil turdagi balolar bilan balolangan va hokazo. Hozir kunimizni qarasangiz ham aynan shuni ko'rmayapsizmi? Bular hammasi qurgan binolari bilan maqtanadigan odamlar. O'sha o'tgan halok qilingan qavmlar. Alloh taolo bularni shaharlarning sifatini keltirib bekorga aytmagan va ularni bundan oldin bunaqasi o'tmaganligini ham aytgan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bundan oldin shaharlarda bunaqa narsalar qurilmagan edi. Ya'ni shunaqa bir katta mustahkam qurdiki, hozirgi qurganlar bilan maqtanayotganlarni qarasangiz, ko'priklari bitta yomg'irdan keyin bir tushib ketib, falonchilarning ustiga tushib o'ldirayotgan bo'lsa, bularniki 1000 yildan beri turibdi. Hatto shularni ham Alloh taolo o'sha shu bilan maqtanganlarni ham nima bo'ldi shuni oqibati dedi. Endi bular kim bo'libdi? Va bularni o'sha tarafdorlari ko'pligi ham Fir'avndan ko'p emas-ku deydi. Va bu xabarlar arablar haqida demasin odamlar. Samud qavmi, Od qavmi arablardan bo'lsa, Fir'avn arablardan emas edi. Ular uchun umuman boshqa yurt edi, ajamlardan edi, xuddi bizga o'xshab. Ya'ni Qur'onni hukmlari, ogohlantirishlari, mo'jizalari faqat arablarga xos emas, ya'ni. Bu umumiy insoniyatga tushgan va hamma zamon va makonlarni qamrab oluvchidir. Alloh taolo bizni bu azoblardan saqlasin. Va aytganimizdek, Robbuka dedi Alloh taolo, o'sha savto azabda Robbing dedi, ya'ni Alloh demadi. Buni sababi aynan o'sha mazlumlarga bir yupanch, ularga bashorat berishdir. Chunki sening Robbing dedi. Bizni Robbimiz qutqarishga ham qodir. Bizni Robbimiz bu balolarni ko'tarishga qodir. Faqat bizdan qilinadigan ish Robbimizga qaytishlik, undan yordam so'rashlik va tavba qilishlik. Tavba degani ham qaytish degani. Tavba degani qaytish degani. Robbimizga qaytaylik va o'zimizdan o'sha zulmni ko'tarishlikka harakat qilaylik. Nasihat qilaylik, eslataylik, gapiraylik, haqqimizni o'sha Alloh taolodan so'raylik va bu borada eslatma beruvchilardan bo'laylik. Mo'minlar albatta eslatmadan foyda oladi. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Jazakumullohu xayron.